Xabaringiz bor, 18-avgust kuni davlatimiz rahbari Xorazm viloyatida tadbirkorlar bilan bevosita ochiq muloqot o'tkazdi va bu jarayonda tadbirkorlar uchun chinakamiga yangi davr boshlandi deya olamiz. Har bir sohada, har bir yo'nalishda tadbirkorlarni qiynab kelayotgan muammolar bugun o'z natijasini, o'z isboti bilan topmoqda. Va bugun mana shu muloqotdan kelib chiqqan holda aytishimiz mumkinki, bugun sa'y-harakatni amalga oshirgan va o'sha imkoniyatni ko'ra bilgan har qanday inson borki, aynan tadbirkorlar uchun yaratilgan imkoniyatdan albatta foydalana oladi. Imkoniyati cheklangan insonlarimiz ham bugun tadbirkorlik faoliyatini yo'lga qo'yib juda katta natijalarga erishmoqda. Bizning sahifamizning navbatdagi qahramoni ham Jondor tumani Nurafshon mahalla fuqarolar yig'inida istiqomat qiluvchi Zarina Haqberdiyeva faoliyati misolida ham buni sizga ta'kidlashimiz mumkin. Jondor tumanidagi Nurafshon mahalla fuqarolar yig'inida yashovchi Zarina Haqberdiyeva ikkinchi guruh nogironi bo'lishiga qaramay, hayotga bo'lgan qiziqishi, mehnatsevarligi va hunarga bo'lgan ishtiyoqi bilan ko'pchilikka o'rnak bo'lib kelmoqda. Zarina bo'sh vaqtlarini samarali va mazmunli o'tkazishga harakat qiladi. U bir necha yillardan buyon kashtachilik, quroqchilik va to'qish kabi qo'l mehnati turlari bilan shug'ullanib, o'z mahoratini tobora oshirib bormoqda. Uning qo'llari bilan yaratilayotgan har bir buyumda mehnat, sabr-toqat va ijodiy yondashuv mujassam. Ayniqsa kashtachilikda turli naqsh va bezaklarni mohirlik bilan tushirishi, quroqchilikda rang va matolarni uyg'unlashtirib chiroyli buyumlar tayyorlashi uning hunariga bo'lgan qiziqishi yuqori ekanidan dalolat beradi. To'qish orqali ham turli xil buyumlar yaratib, o'zining ijodiy qobiliyatini namoyon etib kelmoqda. Yoshligimdan to'qishga juda ham qattiq qiziqardim. Shu boisdan Zamira ustozim mana shunday qo'l mehnatlarini o'rgatganlar. Uyda bekor o'tirmaslik uchun. Daromadi juda ham yaxshi. Ayniqsa quroqchilikda yaxshi. Bo'lajak kelinchaklarimiz olib ketishadi. Quroqchilikda davrxonalariga, ko'rpachalariga olib ketishadi. Bolalari tug'ilsa olib ketishadi o'rashga. Keyin esa mana bunday to'qilgan shlyapachalarni bolachalariga olib ketishadi. O'g'il bolalarga, qiz bolalarga. Buxoro viloyatida o'tkazilgan ko'rgazmalarda Xorazmdagi Biz birgamiz loyihasida qatnashdim. Hamma yoqni aylanib chiqdim hunarmandchilik bo'yicha. Men bu sohani o'zimga o'xshagan imkoniyati cheklangan qizlarga o'rgatmoqchi edim. Uyda o'tirmasdan mana shunday to'qish bo'ladimi, diademalar bo'ladimi? Mana shunday narsalarni, chiroyli narsalarni, go'zallikni o'rganishlarini xohlardim. Toki ular ham imkoniyat cheklangan emas, balki imkoniyati cheksiz insonlar bo'lishlarini xohlardim. Zarina uchun hunarmandchilik shunchaki bo'sh vaqtni o'tkazish vositasi emas. Bu uning sevimli mashg'uloti. O'z qobiliyatini namoyon etish va yangi maqsadlar sari intilishining muhim qismi. U har bir ishini mehr bilan bajarib, yangi usullarni o'rganishga va mahoratini yanada takomillashtirishga intiladi. Zarinaning mehnati va intilishlari e'tiborsiz qolmayapti. U o'z hunarlari ortidan turli ko'rik tanlovlarda faol ishtirok etib, tayyorlagan ijodiy ishlarini namoyish etmoqda. Qatnashgan tanlovlarida munosib natijalarga erishib, g'oliblik va sovrinli o'rinlarni qo'lga kiritmoqda. Qizimiz bugungi kunda o'zining ko'pgina ishlari bilan elga taniqli bo'lgan. Chunki u qo'l mehnati bilan yaratgan mana shu yerdagi go'zal bir maftunkor o'sha ishlari, uni tikuvchiligi, uning sabat to'qishi, do'ppilarni qanday tikishi hammamizga hamma vaqt manzur. Shuning uchun biz bunday qizimiz bilan faxrlanamiz. Bu hech qachon imkoniyati cheklangan deb bo'lmaydi. Bu imkoniyati cheksiz. Doimo o'ziga imkon topib biladi, ijod qilib biladi. Bunday qizimiz bilan biz doim faxrlanamiz. Zarina Haqberdiyeva o'zining tirishqoqligi bilan boshqalarga ham ruhiy kuch bag'ishlab kelmoqda. Uning hayot yo'li sabr va matonat bilan har qanday qiyinchilikni yengib o'tish mumkinligini ko'rsatadi. Bugun u hunar o'rganish, tanlovlarda ishtirok etish va yangi yutuqlarga erishish orqali o'zini yanada rivojlantirishga harakat qilmoqda. Zarinaning faoliyati imkoniyati cheklangan bo'lsa ham, insonning iste'dodi, mehnati va irodasi cheksiz ekanining yorqin namunasidir.
uning har bir qo'l mehnatida mehr, har bir ijodiy ishida esa katta orzu va ishonch mujassam.